Assalomu alaykum aziz Chortoq Sadashuv radioxoning kuzatuvchilari. Ayni damda bugungi mehmonimiz Chortoq tumanida ko'p vaqtlar xalq ta'limida ishlagan, hozirda Do'stlik ordeni sohibi va mehnat faxriysi O'rinbayev Abdullajon otamiz tashrif buyurganlar. Aziz do'stlar, mana bugungi kunda eng hozirgi kunda mashhur qadryoq Chortoq Sadashuv qadryoqida dam olmoqdalar. Hozirda ulardan qisqacha bir suhbat olamiz. Assalomu alaykum Abdullajon ota. Sog' salomat, yaxshi dam olasizmi? Bir qadryoq haqida bir fikrlaringizni yurtdoshlarimizga bildirib qolasiz. Chortoq qadrgohi o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan, odamlarni davolanishi va dam olish uchun juda mujassam, mukammal qadrgohlardan biri ekan. Qadrgohni joylashgan joyi ham mana shunaqa ob-havosi juda ham toza, kislorodga boy qadrgoh ekan. Demak, to'yib bu yerda nafas olish, hatto ba'zi bir nafas kasalliklarini ana shu havo bilan davolasa bo'ladigan darajada ekan. Qadrgohnidagi mana bu madanli suvni tarkibini agar oladigan bo'lsangiz, yod va bromli. Suv Eshingi mamlakatlari hududida faqat Sixaltubada bor va Chortoqda bor xolos. Boshqa hech qayerda yo'q. Bu mana shu suv bilan o'sha olimlarni ta'rifi bo'yicha harakat tayanch organlarini, oshqozon ichak organlarini, undan tashqari erkaklardagi va ayollardagi ba'zi bir kasalliklarni, ko'pgina kasalliklarni davolash mumkin. Endi mana shunday madanli suv bor, mana shunaqa toza havosi bor joyda joylashgan bu Chortoq Sadashuv qadrgohini endi bir qancha ustunliklari bor ekan. Men juda ko'p sanatoriyalarda dam olganman. O'sha Kislovodskiy, Yeshintuki, Elnibek, Pribaltika, Moskva ostidagi sanatoriyada dam olgan. Bu o'ziga xos xususiyati. Birinchidan, bu yerdagi tibbiyot xodimlari juda o'ta madaniyatli va bilimli insonlar ekan. Kelganingizdan keyin sizga to'g'ri tashxis qo'ya bilish va shu bilan birga davolash protseduralarini chiroyli belgilayapti. Ikkinchisi, qarangki, mana juda ko'p qadrgohlarda aytaylik, bu yerda bor bo'lgan mana kedroviy bochka deymiz, undan keyin tashqari bo'yin tortishi deymiz. Yana bitta narsa borki, mana shular bepul ekan. Boshqa qadrgohlarda bunaqa bepul emas. Yana bitta narsani men ta'minladim deydi. Keyin qarang, boshqa qadrgohlarda qon analizi, umumiy qon analizi bepul. Boshqa analizlar, qon analizlari hammasi pul. Yana sanatoriyga nisbatan bu yerda umuman barcha muolajalar, doktor aytgan muolajalarning hammasi bepul ekan. Endi yana bitta narsa, bu yerda shovqin suronsiz, judayam o'ziga xos bir sokinlik bor, fayz bor, baraka bor. Bu yerda mana daraxtlarni qarang. Mana shu bitta archa o'zini atrofiga 25 metr atrofiga yodlik havoni tarqatib turadi. Bu yerda mana ko'plab archazor, mana terazor va hokazo shunaqa nimaga boy ekan. Ovqatlari ham juda kaloriyalik, ham shifobaxsh, ham parhezli ovqatlar yeyilar ekan. Juda ko'p qadrgohlarda yotoqxona bilan davolash korpuslari va oshxonalar hamda boshqa protseduralarni oladigan binolar alohida joylashganda, bitta binoda yotoqxonadan ularga borib kelish juda haligi vaqt ko'p nima yo'qotasiz. Shu bilan orasi masofasi uzoq. Endi vannadan chiqdingiz, issiq joydan chiqib yotoqxonangizga borishga 600-700 metr qadam bosib borishi o'zi ham o'zi shamollar bo'lsa, ayniqsa mana kuzda, bahorda ana shu. Bu yerda hammasi binoning ichida. Bu ham o'ziga xos ustunliklardan iborat. Endi xonalar masalasiga keladigan bo'lsak, 2 o'rinli. Bu juda chiroyli. Ba'zi bir nimaga qadrgohga borib 4 o'rinli. 4 odam 4 xil xarakterga ega-da. Deydi hammasi 2. Undan tashqari yana mana eng yuksak komfortga ega bo'lgan lyuks xonalari bor. Yana menga yoqqan tomoni juda bu o'ziga xos bir bonus deymiz, boshqa deymiz. Masalan,
eri xotin turmushi bor, yosh bolasi bilan kelsa, uni ham qabul qilishyapti. Va lyuks xonaga joylab, bolasiniga bonus berilyapti. Endi narxini oladigan bo'lsak, endi bunaqa narxdagi sihatgoh hozir bilmadim, hech qayerda bo'lmasa. Endi odamga eng zarur narsa umrimiz ozginada. Ana shu ozgina umrni chiroyli o'tkazishda agar bir marotaba shu yerda 1 yil chiroyli 10 kunmi, 12 kunmi chiroyli davolanib olsangiz, 1 yilga tatiydigan sihat salomat bo'lib yurishingiz kerak. Yana eng menga yoqqani boshqa sanatoriyalarga borsangiz, o'sha yo'llanmada 10 kunmi, 10 kunni olasiz. Endi qiziqqan vaqtingizda qani chamadoningizga ishtiring, javob xonani bo'shating. Bu yerda xohlasangiz 10 kun, xohlasangiz 12 kun, xohlasangiz 15 kun. Hatto mana ko'rdim, bir ikkita haligi qardosh mamlakatlarimizdan, mana Qirg'izistondan, Qozog'istondan kelgan birodarlarimiz bor ekan. Ular bola chaqa 6 ta, 7 ta kelishgan. Bu yerda 10 kun emas, 12 kun. Biz masalan faqat pul uchun, faqat shu haligi daromad uchun emas, el xalqqa xizmat qilish uchun tashkil qilgan bu sihatgohimiz deyishyapti. Va ham mana bu dori darmon bilan davolayapti. Ham tilim ham, dilim ham mana shunaqa endi bir ayniqsa nuroniylarga ko'rsatilayotgan yordamni ko'rsangiz, nuroniylarga ko'rsatilayotgan ehtiromni, nuroniylarga ko'rsatayotgan hurmatni ko'rsangiz, faqat tasanno aytasiz xolos. Bunda endi sihatgoh emas, jannatgoh joy bo'ladi xudo xohlasa. Biz judayam mana Hojiona bilan bugun 10 kun davolandik. Hamma kasallarimiz orqada qolgan bo'lsin. Bu yerdan ketayotganlar hammasi shunaqa shu ajoyib taassurot bilan, ajoyib bir xursandchilik bilan, ajoyib butun kasalni, dardini, g'amini tashlab keting. Keling, g'amaling, ko'ring, keyin hojatda yolg'on gapirmagan ekanlar deb o'zingiz xulosa qilasiz. 10 marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi. Keling. Aziz do'stlar, barchangizni ushbu sihatgohda kutib qolamiz. Otamiz aytganlaridek 10 marta eshitgandan bir marta ko'ring aziz do'stlar. Marhamat, tashrif buyuring. Qisqa ishonch telefon raqamlariga aloqaga chiqib, bog'lanib, joy band etib, bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Sizlarning sog'lig'ingiz biz uchun juda ham muhim. Salomat bo'ling.